Sumbula burchi vakillari may oyi uchun tarot bashoratini boshlaymiz. Hurmatli Sumbula burchi vakillari, sizlarni may oyida nimalar kutyapti, qanaqa energiyada bo'ladi, ishlaringizdan, shaxsiy hayot yo'lingizda nimalar kutyapti deb ko'ramiz. Shifoli ochirim bo'lsin Sumbula burchi vakillari uchun. Qanaqa energiyada bo'lasizlar? May oyi qanaqa energiyada, qanaqa holatda bo'ladi? Shaxsiy munosabatlarda ko'ramiz. Shifoli ochirim bo'lsin, baxt, omad kulib boqsin. Shaxsiy hayotingiz sizni chiroyli, emotsional holatda bo'lib o'tsin deb niyat bildirib qolaman. Albatta bu videolarimni o'zimni TikTok sahifamga ham chiqaraman va yaxshi yangiliklarni mendan kutib qolinglar. Xudo xohlasa Telegram kanalimni ham ochmoqchiman va Telegram kanalimga o'zim haqimda, ishlarim haqida ko'proq video chiqarishga, ma'lumotlar berishga harakat qilmoqchiman. Xudo xohlasa sizlarning poddershkalaringiz orqali va sizlar bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Eshiklar kartasidan ham ko'ramiz qanaqa yangiliklar bilan kirib kelmoqda may oyida. Nimalardan ogohlantirmoqchi? Va albatta oxirida ham karta maslahati sifatida sizga maslahat beruvchi, ham yo'nalish beruvchi, ham sizni psixologik taraflama sizga yordam beruvchi kartalardan ko'ramiz. Bularni oxirida sizlarga ko'rsatib o'taman, aytib o'taman. Energiyalaringizni bilamiz. Sumbula burchi vakillari. Kimgadir bu oyda ishiga, hayotiga katta daromad, katta yutuq, zafarlar kelishini ko'rsatyapti yoki sizda pul taraflama, pul energiyasi, yo'llaringiz ochilishi haqida ko'rsatyapti. Yangiliklar haqida bilamiz. Solnце. Qarang, bilasizmi, ko'proq siz ko'p narsani kutishingizga to'g'ri keladi. Kutish, bu harakatlar sizda ko'rsatyapti, lekin ko'p kutmaslikka harakat qiling. Masalan, nimani kutmaslikka? Bo'ladigan voqealarni kutmaslikka harakat qiling. Albatta tarozini ikki pallasini birday ushlashga harakat qiling. Sizda bu oyda juda ham barakali oy kelishini ko'rsatyapti. Shaxsiy hayotingizda ko'ramiz. Shaxsiy hayotingizda sizda ko'proq aqlingizdagi insondan yordam kelishi yoki siz undan yordam kutayotganingiz yoki sizni unga yordamingiz kerakligini ko'rsatyapti. Eshiklar kartasidan bilamiz. Siz juda ham o'ychang holatda bo'lasiz. Kimnidir sizga juda ham qattiq maslahati, sizni yoningizda bo'lishi kerakligini xohlashingiz ko'rsatyapti. Lekin ko'p maqsadlaringizga erishasiz. Maslahat orqali qilingan harakatlaringiz sizni maqsadlaringizga erishtiradi. Nimalardan ogohlantiradi?
pul taraflama juda ham ehtiyotkor bo'ling va aqlingizdagi insonni qo'llab-quvvatlashga harakat qiling deb ko'rsatyapti. Xo'p. Xuddi shu 3 ta karta qaysidir egizaklar burchidagilarga ham, buzoq burchidagilarga ham eslay olmayapman. Tushgan edi, sizga ham xuddi shu holatda tushyapti. Juda ham ko'p sizga zimmangizga mas'uliyat, tashvishlar tushayotganini, shu tashvishlardan ko'p chiqib keta olmasligingiz haqida ko'rsatyapti. Lekin siz o'zingizni ko'proq o'ylaringizni, xayollaringizni tashvishlarga qaratmasligingiz kerakligini aytmoqchiman. Agarda sizda psixologik taraflama aytadigan bo'lsak, ko'p orzu qilishingiz, ko'proq bu orzularingiz shaxsiy hayotingizni to'g'irlashingiz kerakligini ko'rsatyapti. Va shaxsiy hayotingizni to'g'irlashga harakat qilayotganingizni, kelajagingizni to'g'irlashga harakat qilayotganingizni ko'rsatyapti Sumbula burchidagilarga. Yaxshi ochirim, shifoli ochirim bo'lsin sizlarga. Ilohim qolgan burchlarni sabr qilib turasizlar. Chiqarishga harakat qilaman.